peshxod bor ekan-ku. Aka, mazangiz bo'lmayaptimi yoki birinchi marta mashinaga o'tiryapsizmi? Mazza joyida peshxodga yo'l beryapman-ku. Nimaga tushibdi bu? Hop, peshxodga yo'l berish niyatingiz bor ekan, 2 metr qolganda tarsangiz to'xtab olmaydi-yu, sal orqadagilarni ham o'ylaydi. Orqadagilar qanaqa distansiyada kelyapti, avarinkani yoqib, sekin to'xtasangiz, biz ham bilamiz. Значит, bu peshxodga yo'l berishga kelayotgan ekan deb o'ylaymiz. Peshxodga yo'l berdim. Orqadagilar bilan ishim yo'q meni. Hop, peshxodga yo'l beribsiz, gap yo'q, baraka toping, zo'r ish qildingiz. Peshxodga yo'l berishga qaror qilgan bo'lsangiz, peshxod sizga ko'rinyapti. Avarinkani yoqib, sekinroq to'xtasangiz, orqangizdagi mashina ham birga avarinkani yoqadi. Qolaversa, boshqa polosada kelayotgan mashinalarni ham e'tibori tortadi. Uje avarinkani yoqqaningizdan keyin ular ham to'xtashni boshlaydi. Qadrdonlar, avarinkani yoqib peshxodga yo'l beraylik. Bu sho'pirlarning ichida tarqalgan yozilmagan qonun. Peshxodlarni hayotiga ziyon yetkazmaslik uchun. Videodagi holat hammaga tanish bo'lsa kerak. Videoni maksimal tarqatib yuboringlar, sho'pirlarimizga manfaatli bo'lsin.